chizish kerak, qushlarni chizish kerak. Bahor bo'ldi. Tashlamaslik kerakmidi balki. Bolalar uchun chunki Chunki bolalar chalg'itadi bilsa. Mana keldi bahor. Bahor. Mana kelib ketdi. Shu o'ziga yo'q qorni qilish. Mana bo'ldi o'zini. Yo'q, mana yoshlar qor bolasini rasmini deydi. Mana shu keldi. yo'q emas shu kerak. Daraxtlar sizlarda internet zo'r ishlayapti bu. Hech qanaqa yordam yo'q. keldi bahor gulbahor erib ketdi oppoq qor uchib keldi qushlarjon daraxtlar taxta marjon To'qiga yaxshi ekanda. To'g'ri, buni yodlaganmiz. Faqatda bu yodlab olingan she'r. Siz davom ettiramiz. Bilamizmi bu she'rni? Bilamiz. Ha? Nega bilmaysiz? Yodlamaganman. Xo'p, rasmga qarab aytishga harakat qilamiz. Keldi bahor, gulbahor, erib ketdi oppoq qor. Yaxshi. Uchib keldi qushlar ham, daraxtlar taxti marjon. yodlamasdan turib aytdingiz Bunda anaqa o'zimni guruhim bo'lsam aytaman, haqiqatdan anaqa sal elementga berilmaganligi. aralashib ketgan. Ishga kirib ketmaymiz. Oddiy xatolik bor. She'rni yozib qo'yish. Tajribani o'rtoqlashamiz. Rahmat, lekin mana shu emas. Yo'q. Biz rassom emasmiz. Yo'q, bunaqa. ana qorda lola bo'ladi tabiiy Oldingi she'r ketma-ketligini yetib ko'ramiz. Fasllarni chizdim-ku. Qor erib ketsa nimaga quyosh yo'q? Azizlar, quyosh turibdi qo'llashmaymiz. Oddiygina xato. Manimcha sanoqda birinchi bu yerda bo'lishi kerak. Ikkinchi bu yerda bo'lishi kerak. Mana bu tajriba. Ketma-ketlik. Keyin so'ng Qani yerga qo'shib jonivor Ketadi.